Assalamu alaykum, Nika oila va farzand darsxonamizga barliq aziz qarindoshlar. Hammanglarning har joy vaqtlaringlar xayrli bo'lsin. Men psixolog qarindishinglar Go'zal Nur Mamat bo'laman. Bu bir haftada mendan maslahat so'rgan nurg'un oila masalalaridan boshqa, bolalarni qanday tarbiyalash, bolalarningki shu 12 yoshdan boshlab 20 yoshgacha bo'lgan davr bosqichidagi bolalarning o'zgarishini qabul qilmaslikdan oila masalalarini qanday hal qilishni bilmay qilish degandek jihatda nurg'un savollar so'ralgan bo'ldi. Nurg'un oilalar bilan yuzma-yuz ko'rishib, ularning oiladagi masalalarni ayrim-ayrim hal qilgan bo'ldim. Ularning rahmat tashakkurlar bilan hodiqimi chiqib qoldi. Endi men mushularga qarab, bizning shu ota-onalardagi 12 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan balalardagi psixikalik o'zgarishlarni bilmagachga, balalarni tushunmay, balalar o'zi tuqqan balasi bilan chiqishamay, urushib to'lishib qolgan masalalarni qanday qilamiz, qanday hal qilamiz degan temada sizlarga bir dars qilib beray. Endi bu balalarningki 12 yoshdan 20 yosh atrofidagi vaqti ularning bir davr almashish bosqichi. Ularning balog'atga yetish davri. Bu davrida balalarningki fiziksal o'zgarishi, psixik jihatdagi o'zgarishi, onundan boshqa o'zininki hormonsal o'zgarishlarning bir arada kelishi bilan ularda ajoyib bir tuyg'ular paydo bo'ladi. Shuning bilan bu balalarda o'zi xalab emas, mushu masalalarni qanday elib berishni bilmaganligi, sizlarga qanday javob qaytarishning to'g'ri ekanligini bilmayotganliklardan sizlarga qarshi fikrda bo'lgan, sizlarga ba'zan sayg'isizliklar qilib vaqirab to'lab qolgan mushu ahvollar bo'lib qoldi. Qizlardimi, o'g'illardimi o'xshashlan bo'ladi. Endi mushu yoshda balalarningki fiziksal o'zgarishları buluş bilan boshqa hormonsal o'zgarishlarda 8 hassa ish bo'ladi. Bu vaqtda balalarda o'zining ruhiy kayfiyatini tanqinlashtirolmaydigan ahvollar bo'ldi. Shunga ota-onalar bu davrda balalaringlarni to'g'ri tushunsanglar, balalaringlar sizlarga vaqirab to'lab bir narsa desa, sizlar qattiqroq javob berib qolsa, demakki balamning hozirgi shu hormon o'zgarish davri, shunga mushtaq bo'lyotidi. Shunga men balamni bak ochiqlanadigan, padishapni buzutadigan yerga olib qo'yib vaqirab to'lab ketmay, bu vaqtda texmi bak yaxshi so'ygimni ko'rsatsam bo'ldi-ki, men balamni o'zgartish uchun avval o'zimni o'zgartishim kerak-ki deb o'zinglar mushu jihatda bir kitobni ilib, men bu jihatda nima ish qilman, o'zimni qanday tarbiyalasam bo'ldi, balamga, yili kichik balaga muomala qilgandek muomala qilmay, boshqacha bir shaklda tarbiya qilishim kerakmi qandaq degan jihatda bir izdan bir qilishinglarni, mushuni bir qo'lun piqishinglarni chin ko'nglimdan tavsiya qilaman. Endi o'tgan hafta Yevropada yashaydigan bir oilaningki qizi apsi bilan yaxshi o'zininki ko'ngildagi so'zini ifoda qilib bo'lolmay nayte urushadigan mushta ahvol bo'lgan. Undan boshqa Turkiyada yashaydigan bir qarindishimizninki qizimi apsi bilan o'zi tuqqan qiz bo'lmasa, to'la urushib 9-17 yosh shtati bilan bir bo'lib olib, apsini dishlab, apsi bilan to'la urushadigan mushta ahvollar bo'lib, apsi charsiz qilib bu o'zim tuqqan bola mushtaq bo'lyotdi. Men ya xato gap qilmasam, chiroyli kiyining, lekin yo'ginib o'zingizni yaxshi qo'g'dab bu shaklda kiyining, Qur'on o'qing, namoz qiling desam, men asko'p qaldım xanım, tatsığım asko'p qaldım, shu sabab bilan munosabatimiz asko'p qaldi degandek mushu paranglama bo'ldi. Ammo Yevropada yashagan qarindoshlarimizda men o'zgur bir davlatda yashayapsam, mening opam bilan dadam hamma ishimga kirishish haqqi yo'q tursa, nimishqa mening hamma ishimga aralashib oldi? Bu mening haqqim emasmi? Meni ular tushunmayotdi. Men o'zimni har turli qonun bilan qo'qtisam bo'lgan tursa, bular nima ish qilib bu yerning qonunlarini bilmaydi, yashab turib degandek apsining dadasininki kayfiyatni ularmi tushunolmay, mushundaq oila masalalarining bo'lganligidan nurg'un ziddiyatlarning kelib chiqqan mushu ishlarga men shohid bo'ldim. Ular bilan ayrim paranglashib, bu Yevropadagi singlimiz bilan ayrim ko'rishib, bu masalalarni asosan hal qildik. Bu vaqtda endi qizning degani xatomi, xato emas, to'g'ri. Albatta abstatsi mushlarni alayda bilish kerakdi. Qizim hamma ishni o'zi qaror beradigan bo'lib oldi. Emas, qaror beradigan yoshi edi deb qabullanishingiz kerak. Chunki u yoshdagi bolalar
o'zi oldiga bir narsa qilishni qaror berolmasa, keyin nurg'un ishlarda qarorsiz qilib, ziyon tortgan vaqtida yana sizning ko'nglingiz og'riydi. Shuning uchun qizingizningki shunday tushunchalarga hurmat qilib, biz turayotgan davlatning rasmishda qonunlari batdi, qizimning degani to'g'ri edi, hamma narsaga ortiq men aralashib berib qaror berdigan vaqtdan o'tib ketibdi mening bolam. Endi cho'ng bo'pti, aql kiribdi, shu men yo'l ko'rsatib, man qil, ani qil deyishdan burun qizimni yoki o'g'limni yaxshi kuzatib, bolam meni yaxshi qilyapsa, ajab bugun bunday qilib qolding, buning bir boshqacha bir ma'nosi bormi, mening bilmagan bir ishim bormi, ma o'zgarishingdan men suyunib ketdim. Senda bunday o'zgarishlar bo'lyapti. Hali cho'ng bo'lsa, jimo bolam, sendan faxrlanib qoldim degandek ma gaplarni qilib bergan vaqtida balla suyunib turib, men hali cho'ng bo'ptimi, o'zimlar his qilmabdimi, opamni his qilib o'tibdi, dadamni his qilib o'tibdi deb o'zini texmi yarata oladi. Unda qilmay sen burun bunda emasding, shu hozir mushtaq bo'lib qolding. Kashkichi mushtaq qilamsa, kashkichi bir uyga kirib olamsa, nimish qilyapsa, nimish uy ishiga yordam qilmaysa, nimish qazon bishiga kelmaysa degandek tirkishishlar bilan ularni o'zimizdan uzoqlashtirib olsak bo'lmaydi. Balkim shu bolaning kayfiyati sizga yordam qilishga musoid emas bo'lishi mumkin. Balki maktabda o'qituvchisi bilan yoki do'stlar bilan munosabati yaxshi bo'lmay, kayfiyat nachar uyga kelgan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda bolangiz achchig'ini nerdan chiqaray deb turganda siz bir og'iz gap qilishingiz bilan bolangiz sizga akilab, vaqirab, partilib olgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan sizga sayg'isizlik qilgandek bo'lib, siz ichingizga ilib olgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun mushu vaqtda aziz qarindoshlar, bolalaringlarda kayfiyatdagi turaqsizliklarning bo'lishi muqarrar. Shuning uchun ularga alayda vaqirab to'lash emas, alayda ko'nish, ularni kashf qilish, ularning qilayotgan ishlarini balam bugungi ma kiyimim bek yarışıptı. Qara bugun men kiyim-kechaklarni ratlab o'tib, qarsam sen shunda chiroyli ratlab qo'yishga boshlabsa, kiyim-kechaklarni o'zing tanlab elib shunda yarashtirib kiywatsa, kichik vaqtingda men qilib birdim, cho'ng bo'lganingizni xili yukim yengillab qolgandek his qilyapman jumu bolam degan gapni qilgandan keyin bolalar ratsiz kiyinayotgan bo'lsa-mu, opam meni ratli kiyinayotsa deydi, xili yarashtirib kiyalaydi ekanman deb texmi havaslanib, texmi chaqqan go'zal kiyimlarni o'z tanlab kiydigan bo'ladi. Uyni ratsiz qilib o'tgan bo'lsa, uyan kashkichi ratsiz turamdi, nimda qalaymiqan nimasan, yo ko'zing meni ko'mamdi deb kirishib olganning o'rniga, bolam odamga kirsam, mushta turibdi. Sen muşundan rahatmı? Ben balam belki muşu halatdan rahat bolsa bir narsalarni qalaymiqan uyabiyaga qo'yib qo'ysam topolmay qilib biyaram bo'lib qolmasin deb men ratlimidim. Vaqting chiqqanda ratlab qo'ysang o'zingmi bir xil rahat bo'lib qolasanmiki deb o'ylayapman degan gapni ishlatib baqayli. Bu vaqtida bolalarmi buyruq talaffuzida vaqirgandek, achilgandek kayfiyatni his qilmagandan keyin opamga ma ishim ta'sir qilibdi-da, men darhol tozalab o'tay deb bu shaklda yana o'zining uyini chiroyli tozalab o'tirdi. Gap qilishninki uslubi bor. Gap qilish bir san'at. Tilimizning so'ngi yo'q. Yaxshi gap qilsaqmi, biz shu tarbiyani bera olamiz. Vaqirab to'lisaqmi, biz shu ishni qilg'iza olamiz. Shuningga biz shu kichik vaqtidan boshlab, 0 yoshdan boshlab bolalarga chiroyli shaklda muomala qilib, vaqirab to'lab emas, chiroyli qoidani, haqiqatni so'zlab turib qoyil qilish bilan ularni tarbiyalashga odatlandirsak, mana 12 yoshdan boshlangan balog'at davrida bek chapa tatib ketmaymiz. Ammo shu kichik vaqtdagi 0 yoshdan boshlabki tarbiyada vaqtni o'tkazib qilib, biz vaqirab to'lab urib ko'ndirib qo'ygan bo'lsak, ma yoshga kelganda bolalarning ichida to'planib qolgan achchiqi berilib berkib qolgan bo'ldi. U vaqtida bizga ashtaq bekrak vaqirab to'lab o vaqtida bizning ko'nglimizni ranjitadigan, ko'zimizdan yosh oqqizadigan davr kelib qoladi. Shunga kichik vaqtida kuchim yetmaydi deb qattiq muomala qilib qolganlar, diqqat qilinglar. Cho'ng bo'lganda sizlarning kuchinglar yetmaydi, sizlar yig'lab qolasizlar. Shunga amal bor bolalaringlarni hamma ishni ma'qullab cho'ng qilmanglar. Hamma ishni bo'ladi deb shimartib, akin-ayna qilib tarbiyasiz cho'ng qilmanglar. Ammo bola tarbiyalash kategoriyasining ichiga tushungan axloqiy tarbiyalarni yaxshi elib berib, go'zal so'zlar bilan, mehr-muhabbatlar bilan, tanqidlash va maqtashni to'g'ri elib berish bilan, kichkinam ish qilsam alayda maqtab po'chibal cho'ng qilib qo'yish emas, ashunga loyiq shaklda maqtash. Uni
to'g'ri tunib, yeniliklarni yaratishga undashdan iborat ma tarbiyalarni kichik vaqtida yaxshi qilib bersanglar, mana shu balog'at davrida sizlar faqat qiylanmaysizlar. Mumkin bo'lsa, shu tarbiyalarni yaxshi qo'llanib, shundaq aylanglarda masalalar ko'rayotgan bo'lsa, bolalaringlarning ko'ziga bak kirishib olmay, gap qilish tarzinglarni o'zgartib, amal bor. Ba'zan ko'rib jininglar siqilib ketgan bo'lsa, ko'zga bak kirishib olmay, ularning tanlashiga hurmat qilib, gap qilish uslubinglarni o'zgartib, o'zinglar gap qilolmasanglar, kimdan chekinadigan bo'lsa, shuning havola qilib bir suhbat qiladigan o'rtamni barpo qilib, go'zallik bilan bolam mundaq gap so'zlar bo'lyotdi. Men o'zgarishlarni his qilyapman. Bizning davrimizda manda o'zgarish bo'lsa haqlar manda deb qoladi. Hozirgi davrda sizlarning yaş gruplardagilar qanday tushunadi? Men bilmay qoldim. Sendan bir mushu jihatda bir narsani so'rab o'rgangim keldi bolam. Bizningki yeshimiz cho'ng bo'lgan siri jiq narsalarni yana kam ekanligini his qilib, haqiqatan jahil ekanman deb o'zimizning taxim jahil ekanligimizni his qilganmiz. Ba'zan narsalarni sizlar yaxshiroq bilasizlar. Men so'zlab pasang bo'pti-ki, degandek ularga o'zini yaratish, o'zini tonitish, fikr almashtirish mush fursatini oildan boshlab yaratib bersak, bolalarmo bizga tatinmay ko'ngil sirini so'zlab beradigan, fikr almashtira oladigan, bizdan sir saqlamaydigan, yolg'on so'zlamaydigan, mandaq desam anam tillaydi, urdi vaqiraydi deb yolg'on gaplarni to'qib kelib, shu urush tillashdan o'zini saqlayman deb, saxtibaz bola bo'lib qoldigan ishlardan sizlar saqlana olasizlar. Shuni bir hayotingizda qo'llansanglar, bolalaringlarningki shu o'zini tunish, o'zini yaratish, o'z kayfiyatini turaqlashtirish davrida hammanglar yordamchi bo'lsanglar, Uyg'ur farzandlarimizmi boshqa sog'lom cho'ng bo'layotgan, sog'lom psixikani o'rganib, tarbiyalagan ota-onalarning bolalaridek sog'lom cho'ng bo'lsa, Allohga omonat bo'linglar.